Yangi ochilgan Haval ADM Aster Navoiyda Haval M6 hamda Julion foizsiz muddatli to'lovga. Boshlang'ich 75 million, oylik to'lov esa 2 million 82 ming so'mdan M6 avtomobilini. Boshlang'ich 84 million, oylik to'lov 2 million 400 ming so'mdan boshlab Julion avtomobilini xarid qilishingiz mumkin. Bu hali hammasi emas. Yangi ochilgan Haval ADM Aster Navoiy avtosalonidan siz Haval Julion avtomobilini 15 million so'mdan 20 million so'mgacha, Haval M6 avtomobilini esa 15 million so'mgacha foyda bilan xarid qilishingiz mumkin. Ushbu taklifimiz asosida qaysi modelni xarid qilgan bo'lardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Batafsil ma'lumot olish uchun ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamlariga murojaat qiling. Barchangizni Karmana tumani M37 yo'lida joylashgan Aster Auto City Navoiydagi Haval ADM Aster Navoiyda kutib qolamiz. Bizneslarni ketaylik ey.